Las Vegas, Nevada, barchaga salom. UFC 323 matbuot anjumaniga xush kelibsiz. Kimda birinchi savol bor? Oskar, marhamat. Savolim Merabga. Merab, sen bu yerda jang qilishni o'zing xohlaganding va kamaringni 4-marotaba himoya qilyapsan. Yakshanba kungi jangingda tarix yaratishing senga qanchalik muhim? Menga shu muhimki, men UFCda aktiv jang qilmoqchiman. Bunday imkoniyat uchun UFCga rahmat aytaman. Kelayotgan yangi yilni chempionlik holatimda kutib olishni istayman. Kecha Pyotryan aytib o'tdiki, sen bunday ko'p jang qilishingning yagona sababi sen o'z uyingda jang qilar ekansan. Agar unda ham bunday imkoniyatlar bo'ladigan bo'lsa, u ham yiliga 10 marotaba jang qila olishini aytdi. Uni fikriga qo'shilasanmi? Bu tomondan o'zini oqlash va bu meni uyim emas. Meni uyim Gruziya. Va chempion bo'lishni xohlaganim uchun Las Vegasda yashayapman. U ham xuddi shunday qilishi mumkin. Menimcha, unga Tailandda ko'proq komfortroq. Va u jangi bo'ladigan joyga uchib kelishni ma'qul ko'radi. Men ham ko'p davlatlarda jang qilganman, uchib borganman. Rossiya, Kanada va shunga o'xshash joylar. Biz jangchilarmiz, jang qayerda bo'lsa shu yerga borishimiz kerak. Bu hech kimga sir emaski, UFC Vegasda ko'p turnirlar qiladi. Agar sen Vegasda jang qilmoqchi bo'lsang, bu yerga oldinroq kelishing mumkin. Pyotryan bilan birinchi jangingizda noodatiy jang qilgandingiz. Hozir ham xuddi shunday jang qilmoqchimisan yoki muxlislarni boshqa tarzda lol qoldirmoqchimisan? Ha, men yaxshiroq jang qilmoqchiman. Men bilamanki, u ko'p zarbalar yo'llaydi. Men u zarbalardan qocha olishim kerak. Men o'z tempimni ushlab qolishim kerak. Men bilamanki, u bu safar agressiv jang qiladi. Meni nokaut qilishga harakat qiladi. Agar jang hakamlar qarorigacha boradigan bo'lsa, men g'alaba qozonishimni u juda ham yaxshi biladi. Hakamlar qarorigacha men kardio mashinaman. Buni hamma biladi. Do'stlar, hamyurtimiz Bogdan Guskov va sobiq chempion Yan Blachowicz jangi yakshanba kuni ertalab soat 8:00 da boshlanadi. Ularni jangi asosiy kardni boshlab beradi. Prelim kard esa ertalab soat 4:00 da start oladi. Bu yilning eng katta raqamli turnirini o'tkazib yubormang. Asosiy jang Aleksandr Pantoja va Joshua Van jangi. Qolaversa Merab Dvalishvili Pyotryan bilan revansh jangi. Sizlar bu janglarni nafaqat tomosha qilib, balki daromad topishingiz ham mumkin. Buning uchun Telegram kanalimizga obuna bo'ling va tekin prognozlarni qo'lga kiriting. Barchaga omad. Pyotr, sen uni gapiga qo'shilasanmi? Merabning ustidan faqat nokaut bilan g'alaba qozona olasanmi yoki hakamlar qarori bilan ham mag'lub qilishing mumkinmi? Salom yigitlar, salom Vegas. Ha, yakshanba kuni men uni nokaut qilishga harakat qilaman. Birinchi jangingizda Merab senga 49 ta takedown qildi. Sen bu safar uni to'xtatib qola olasanmi? Birinchi jangimizda men bitta qo'l bilan jang qilganman. Shuning uchun ham 49 marotaba harakat qilgan. Qo'ysangchi, o'zingni oqlama, o'zingni oqlama. Seni yakshanba kuni uxlatib qo'yganimdan keyin o'zingni qanday oqlaysan? Ayt, qanday? Menga aytchi, sen yutqizganingdan so'ng yana o'zingni oqlaysanmi? Ayt menga shuni, ayt. Gapir, yana gapir. Sen o'zingni oqlashni o'ylayapsanmi? Ayt tezroq. Men bilay shuni, ayt. Gapir yana, gapir yana. 7-dekabr kuni o'zingni yana yutqizganingdan so'ng oqlaysanmi? Menga shuni ayt bo'ldi. Senda hozir qandaydir jarohat bormi? Ayt. So'ra, yana so'ra. Jarohating bormi? Aytayapman. Yakshanba kuni barchasini ko'ramiz, xo'pmi? Senga savol beryapman. Hozir senda jarohat bormi? Ha yoki yo'q de. Menimcha yo'q. Okey. Pyotr sendan so'rayapti. Senda hozir qandaydir jarohat bormi deb. Yigitlar, men o'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Menda hech qanday jarohat yo'q. Yakshanba kuni meni eng yaxshi formada ko'rasizlar. Omad. Savolim Genri Sehudoga. Men ko'rdimki, sahna tashqarisida sen Brendon bilan yaxshi gaplashayotgan eding. Oldin u bilan qandaydir muammolar bor edi. Sen u bilan nima haqida gaplashding? To'g'risini aytsam, men Brendon bilan nafaqat trenirovkada birga bo'lganman, balki u bilan birga do'st bo'lib yashaganmiz ham. Va men o'z karyeramni o'ylaganman va bizning yo'llarimiz shu yerda ajralgan. Bu shunday bo'lish kerak edi. Men ketdim va UFC chempioni bo'ldim. Oz vaqt o'tgandan so'ng Brendon ham UFC chempioni bo'lgan. Bilasanmi, sen bilan bo'lgan voqealarni esdan chiqarishni xohlayman. Oldin do'st bo'lganimiz kabi shunday do'st bo'lib qolishni istayman. Kimda keyingi savol? Savolim chempion Aleksandr Pantojaga. Joshua tarix yaratib 2000-yilgi yosh yigit chempion bo'lishi mumkin. Sen aytganding, Joshua menga motivatsiya bo'lyapti, u yaxshi yigit deb. Sen uni janglarini ko'rganingni aytganding. Sen Joshuaning qobiliyatlarini qanday baholaysan? Uni qanday ko'rasan? Men shunday o'ylaymanki, Joshua kamarga jang qilayotgani bu ajoyib. Sababi yosh yigitlar uchun juda ham katta motivatsiya bo'lyapti. Men o'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Menga ko'pchilik
oldingi maktablar jangchisi deb qaraydi. Menda yangi imkoniyat, yangi avlod bilan jang qilishim mumkin. Va bilasizlarmi, menda ajoyib imkoniyat o'zimni ko'rsatishim va nimaga qodir ekanligimni isbotlashim uchun. Men sizlarga o'zimni darajamni ko'rsataman. Joshua Vanga tayyorgarlik qilayotgan vaqtim juda ham o'zimni og'ir bosiq holda, qat'iy tayyorlandim. Buni siz jang kuni ko'rasiz. Men o'zimni va kelajagimni Joshua Vanga qarshi test qilib ko'rmoqchiman. Jangda ko'ramiz nima bo'ladi. Joshuaning raqiblari jangdan so'ng yuzlarini tanib bo'lmaydigan darajada bo'ladi. Chunki Joshua ularni ayamasdan kaltaklaydi. Sen Joshuadan shuni kutyapsanmi? Joshuaning stili bu boks. Takedownlardan himoya. Buni barcha ko'ryapti. Ammo uning raqiblari juda ham kuchli bo'lmagan, xuddi meniki kabi. Men raqiblarimni qarang. Diviziondagi barcha yigitlarni yo'q qilganman. Ha, u och, yosh. Men uni tushunaman. Oxirgi jangida Brandon Royalga qarshi u o'zini juda ham yaxshi ko'rsata olmadi. Sababi qisqa muddat ichida chiqdi. Bu safar unday bo'lmaydi. U o'zini to'liq ko'rsata oladi deb o'ylayman. Buni o'zingiz yakshanba kuni ko'rasiz. Men bu jangga juda ham jiddiy tayyorlandim. Savolim Joshuaga. Kechagi matbuot anjumanida sen Pantojani juda ham buyuk jangchi deding. Agar sen g'alaba qozonsang, nafaqat 2000-yilda tug'ilgan chempion, buyuk jangchi ustidan g'alaba qozongan yigit bo'lasan. Bunga qanday qaraysan? Hamma vaqtlarning eng buyuk jangchisi bilan jang qilishga men faqatgina shukr aytaman. Yakshanba kuni men undan kamarni tortib olaman. Ammo buni barchasi hurmat asosida bo'ladi. Sen aytdingki, Pantojani raqiblari uni juda ham hurmat qilib yuborishadi va undan qo'rqishadi deding. Yakshanba kuni oktagon yopilgandan so'ng sen o'zingni qanday tutasan? Har doimgi Joshua Vandek bo'laman. Savolim Tatsura Tairaga. Sen aytdingki, Brandon Moreno'ni birinchilardan kim to'xtata olsa, ana o'sha titul jangiga chiqa oladi deb. Jangga rejang qanday? Bu jangda qanday g'alabaga erishmoqchisan? Ha, Brandon Moreno bu juda ham kuchli yigit. Juda ham baquvvat. Ammo men juda ham kuchli tayyorlandim, tinmasdan. Men buni barchasini oktagonda ko'rsataman. Bor kuchim bilan harakat qilaman. Xuddi shu savol Brandonga. Tayra hisoblayaptiki, seni g'alaba titul jangiga chiqish uchun seni ustingdan g'alaba qozonish kerak. Sen bunga qanday qaraysan? Ha, men eshitdim, u harakat qilmoqda ekan. Men eshitdim, u meni ustimdan men eshitdim. U meni finish qilishga harakat qilayotgan ekan. Va men oktagonda yuragimni qoldirib, bunga yo'l qo'ymaslikka harakat qilaman. Tatsuroga katta hurmatim bo'lsin, men uni juda ham hurmat qilaman. U yaxshi grepler, ammo men ham yaxshi greplerman. Shunday ekan, men tayyorman. Men g'alabani qo'lga kiritaman. Bunga shubham yo'q. Savolim Peyton Talbotga. Kecha sen Sehudoni oxirgi jangi sen bilan bo'layotganini eshitib, hayron qolganingni aytding. Sehudoni oxirgi raqibi sen bo'layotganingdan, bu jangga qanday tayyorlanganlaring barchasini aytib bera olasanmi? Hissiyotlar qanday bo'layotganini? Bu men uchun katta g'urur. Tarixdagi eng kuchli jangchi bilan jang qilish bu shunchaki ajoyib. Men Genrini juda ham hurmat qilaman. O'ylaymanki, biz ajoyib jang ko'rsatamiz. Shunday film borki, qari kuchuklarning ham uxlash vaqti bo'ladi. Men yo'nalishim shunday. Savolim Genriga. Talbot aytayaptiki, qari kuchuklarni ham uxlaydigan vaqti bor deb. Bu seni oxirgi janging, muxlislaringga va raqiblaringga nimadir deysanmi? Yigitlar, gapirishimdan oldin hushtak chalasizlarmi? Yo'q, eshiting, Peyton yaxshi. U ajoyib jangchi. Men hattoki uni do'st deb hisoblayman. Meni nima kutayotganini juda ham yaxshi bilaman. U ham juda ham yaxshi bo'ladi. Va bilasizlarmi? Va u aytayotgan maqolli gaplari menga yo'naltirilgan deb o'ylayman. Men tayyorman, u tayyor. Men o'ylaymanki, Peyton, men bilan jangingdan keyin sen cringe qiroli bo'lasan. Senga hozirdan hushtak chalishmoqda. Men tayyorman. Savolim Bagdan Guskovga. Biz ko'ryapmizki, sen Hitman kostyumidasan. Buni kiyishingga nima ilhomlantirdi? Va jangga rejang qanday? Ajoyib tajriba. Bugun men Hitman kostyumida keldim. Sababi bu press konferensiya faqat muxlislar uchun. Qiziqarli bo'lishi uchun, muxlislarga qiziq bo'lishi uchun men bu kostyumni kiydim. Savolim Yan Blaxovichga. Sizlarning jangingiz asosiy kartni ochib bermoqda. Odatda asosiy kart ochib berish uchun juda ham qiziqarli janglarni qo'shishadi. Bu jangga sening prognozing qanday? Bilasanmi, men jang qilayotganimdan xursandman va bu jangda mag'lub bo'lishga meni haqqim yo'q. Men undan 10 yosh kattaman va men 10 yil oldin trenirovka qilganman. Undan 10 yillik trenirovka tajribam va meni yutqizishga haqqim yo'q. Shunchaki legenda Polsha kuchi. Men undan 10 yosh kattaman va boshimdagi sochlarim unikidan ko'proq.
Savolim Merab va Pantojaga. Sizlarda kamar himoyasi juda ham ko'p. Hozirda barcha o'z kamarini tashlab boshqa vaznga o'tayotgan paytda sizlar nega o'z kamaringizni himoya qilyapsiz? Meni eshit. Men hozirda o'z divizionimni o'zgartirib tepaga yoki pastga tushishni istamayman. Men hozir o'z divizionimdagi yigitlarni tozalamoqchiman. Men hozir diqqatimni yonimda o'tirgan Pyotr Yanga qaratmoqdaman. Agar UFC men vaznimni o'zgartirishimni xohlasa, biz buni o'ylab ko'rishimiz mumkin. Ammo hozirda men diqqatimni Yanga qaratilgan. U meni nokaut qilmoqchi, meni vazifam bunga yo'l qo'ymaslik. Hey, seni o'z jakuzimga taklif qilaman. Jangdan so'ng jakuziga boramizmi? Men o'ylaymanki, jakuziga qizlar bilan borishing kerak. Agar sen yigitlar bilan jakuziga bormoqchi bo'lsang, bilmadim. Nima muammo? U yerda ham yigitlar ham qizlar bo'ladi. Nima muammo? Men ko'rganman, o'zi sen yigitlarga ko'p qiziqasan. Agar to'g'risini aytadigan bo'lsam, uni hech qizlar bilan ko'rmaganman. Pantoja, xuddi shu savol senga. Ha, tushunarli. Men o'ylaymanki, biz Merab bilan juda ham qiyin yo'lni bosib o'tdik. Bir xil chempionlar bor. Ba'zi chempionlar bu chempionlikka oson erishgan. Biz esa juda ham ko'p mehnat qildik. Va biz xohlaymizki, chempionlik kamarlari o'zimizda qolishini va hayotimni yana ham chiroyli tarzga o'zgartirishni istayman. Va pound for pounddagi reytingni xatoligini isbotlamoqchiman. Men reytingda birinchi bo'lishim kerak. Ba'zi odamlarga bizni vaznimizdagi jang qiziq emas. Men buni o'zgartirishni istayman va menda juda ham katta motivatsiya bor. Biz ko'ryapmizki, boshqa chempionlar ikkinchi kamarga harakat qilmoqda. Yoki qandaydir travma sababli yarim yil jang qilmaydi. Men bilan Merabga kelsak, agar UFC bizga qo'ng'iroq qilsa, har 2 oyda jang qilishga tayyormiz. Shunday, hattoki mana yakshanba kungi jangimizdan so'ng bizga qo'ng'iroq qiling va biz jangga tayyor bo'lamiz. Katta hurmatim bo'lsin senga, brat. Omad tilayman. Jon, sen shu 2 chempion haqida o'z fikringni ayta olasanmi? Albatta, kel, Pantojadan boshlaymiz. Tarixni o'zi gapiradi. Uni qanchalik buyuk jangchi ekanligini. 30 ta g'alaba, 20 ta finish, 5-kamar himoyasi. Buni hattoki Dimitrius Jonsondan ham so'rab ko'rishingiz mumkin. Uni qanchalik yaxshi ekanligini aytadi. Merabga kelsak, Merab UFCdagi eng buyuk jangchi nomiga yaqin turibdi. Bundan ortiq yana nima deyishimiz mumkin? Bu yigit UFCdagi eng kuchli, eng buyuk jangchi nomiga sazovor bo'lishi mumkin va uni oddiy raqib kutmayapti. Savolim Brandon Morenoga. Sen Genrining gaplariga javob qilmading. Uni gaplariga fikring qanday? Albatta, men uni juda ham hurmat qilaman. Bu shaxsiy narsalar. Biz Genri bilan alohida o'tirib gaplashsak bo'ladi. Biz u bilan begona emasmiz. Bizda hozir hammasi yaxshi. Shunchaki o'tirib gaplashib olishimiz kerak. Menga biroz noqulay, chunki bu yerda odam juda ham ko'p. Shaxsiy narsalarni odamlar oldida gaplashish menga biroz noqulay. Ammo men buni juda ham qadrlayman. Bizda ozgina tushunarsizliklar bo'ldi. Ammo hozir hammasi yaxshi. Men juda ham sen aytgan gaplarni hurmat qilaman, brat. Rahmat kattakon. Savolim Pantojaga. Joshua Vanni hozirda seni vazningda eng zo'r bokschi deb atashmoqda. Ammo sen jang qilgan eng zo'r bokschi ham shu yerda o'tiribdi. Vaqtida Moreno bilan ham jang qilgansan. Bularning farqi nimada? Nima deb o'ylaysan? Ha, albatta. Moreno bu buyuk jangchi. Shu fursatdan foydalanib, men Morenoga va Genri Cejudoga rahmat aytmoqchiman. Cejudo Morenoga ham, menga ham ko'pchilikka yordam qilgan. Men ko'p vaqt uni uyida turganman va u menga ko'p yordam qilgan. Men o'z karyeramni boshlagan vaqtlarimda ham umumiy olganda Genri ko'p yangi yigitlarga yordam qiladi va buni ko'pchilik bilmaydi. Senga barchasi uchun rahmat aytaman, Genri. Boks mavzusiga qaytadigan bo'lsak, ha, albatta, Joshua Vanni boksi juda ham yuqori darajada. Ammo men 20 yildan buyon professional MMA'chidaman va ko'plab jangchilar bilan jang qilganman. Men bunday momentlarni yaxshi ko'raman. Men oktagon ichida Joshua Vanni his qilib ko'rgim kelyapti va bu kamarimni uyimga olib ketishni istayman. Agar sen yakshanba kuni Joshua Vanni mag'lub qilsang, sen vazningdagi barchani tozalab yuborgan bo'lasan. Shuni o'zi seni buyuk ekanligingni aniqlab beradi. Bu jangdan so'ng boshqa vaznga o'tishni hech o'ylab ko'rganmisan? Ha, bizning vaznimizda hozirda juda ham ko'p tajribali yigitlar bor. Brandon Moreno, Tatsuro Taira, Horiguchi va boshqa ajoyib yigitlar bor. Men bu divizionda qolib ular bilan jang qilishni istayman. Savolim Genriga. Sen Olimpiya chempionisan. Oktagon yopilgandan keyin muxlislarga, jangchilarga nima? To'g'risini aytsam, men bu yerdagi yigitga imkoniyat berdim. U diviziondagi eng xavfli jangchilardan.
Men ikkita vaznda chempion bo'lganman va Dana menga qarab shuni aytgan: "Hoy, sen menga juda ham yoqyapsan. Aynan sen shu vaznda qolishing kerak" deb. Va shundan buyon men shu vaznimda jang qilib kelyapman. Hammasidan ham ko'ra menga shu gaplar muhimroq. Yigitlar aytmoqda-ku, Brendon men bilan yashagan, Pantoja kelgan, hattoki hozirgi raqibim Peyton ham men oldimga kelgan. Menga shuni o'zi katta motivatsiya. Va bu yerda Dana White yo'q. Bilmadim, jangimdan so'ng menga mikrofon berishadimi, chunki Danaga rahmat aytmoqchiman. Dana bu juda ham yaxshi inson. Bilasizlarmi, Dana UFC'ni 2 million dollarga sotib olgan va 47 million minusga kirishgan. Va u bu sportni tashlab qo'ymagan. Hozirgi darajaga olib chiqqan. Men unga ishonaman. U bundan ham zo'r qila oladi. Savolim Joshua Vanga. 2000-yilda tug'ilgan jangchilar ichida sen birinchi da'vogar, seni yoshingdagi yigitlar va seni yoshingdagi muxlislar jangga kirganingda sendan nimani kutishsin? MMA'da yangi avlod keldi. Yangi avlod vaqti keldi. Ular faqat yangi avlodni ko'rishsin. Savolim Genri Sehudoga. Yakshanba kungi jangingda Peyton sendan o'rganadigan nimadirlar bormi? Men hech narsani berkitmayman. Bu yilning eng yaxshi pay-per-view turnirini ko'rishingiz mumkin. Shunchaki shu video kommentariyasi ostidagi silkaga kirib, jangni jonli efir ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Pyotr, savolim senga. Merab kuniga 5 raund sparring qilmoqda. Bu seni hayratga soladimi? Meni eshiting, bu meni hayron qoldirishi kerak emas. Bu necha mahal shug'ullanishi o'ziga bog'liq. Ammo esingizdan chiqarmang, har qanday mashina buziladi. Va yana bir savol Pyotr senga. Merab har doim ijtimoiy tarmoqlarda hazilomuz narsalar qiladi. Seni haqiqatan ham kuldira olgan qandaydir hazili bormi? Bilmadim, uni barcha hazillari hazilomuz. Bilmadim. Ayniqsa menga yoqadigani muzga kalla qo'ygani. Vegas tashrif uchun barchaga kattakon rahmat. Do'stlar, UFC press konferensiyasida tarixda birinchi bor o'zbekistonlik jangchi qatnashdi. Bogdan Guskov o'zbekistonlik bo'lib, birinchi bor to'pga kirgan jangchi va birinchi bor press konferensiyaga chiqqan jangchi bo'lib qolmoqda. Hamyurtimiz Bogdan Guskovga omad deb kommentariya qoldiring. Kommentariyada Telegram kanalimizni qoldirdim. Yakshanba kuni barcha jonli efir janglarini shu yerda olib boramiz. Do'stlar, mehnatimiz uchun videoga like bosib, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'ling. Oldinda jang haftasi.